Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Короче, uzr, anchadan beri videoga chiqa olmadim, vaqtim yo'q. Xullas, ish ko'payib ketgan. Xullas bitta yangi proyektim qildim. Xullas, noldan boshlab o'zim texnologiyam, o'zim ideyam. Xullas, mana kompyuterda chiqar ekanman. Сложная схема, необычный, двухполярный. Qilingan xullas bu orqa tomoni, bu tepa tomoni, bu orqa tomoni tagi. Mana usti bu ruchnoy qilingan, hammasi tekshirgan, сложный, mana ko'rayotganingizdek. Xuddi mana suratdagidaqa mana. Ko'rib turibsizlarmi? Chotki. Texnologiyani yaxshi aniq oldim, xullas o'rganib oldim. Eksperimentlar qilib chotki bo'lishligini yo'lini topib oldim, xullas. Buni uchishini lutni qilish juda qiyin. Постоянно problema bo'ladi. Men esa problemasini topdim. Qanaqa qilishdi? Xullas. Ruchnoy uzoq vaqt bo'ladi. Buni qilishga yana tensivlik qilishga производствоga yetmaydi. Производствоga minusi bor, qimmat. Bu yerda kamida 500 zakaz qilishingiz kerak. Shunda ham sizga nevigidni bo'ladi. Uni bu 20 tadan zakaz qilish kerak. Bunaqadan kamida bo'lmadiganda хотя бы 30 tami. Shunda выгодно bo'ladi, katta, normalniy выгодно bo'ladi. Katta emas, normalniy. Hatto 5-6 taga nevigidni zakaz qilish Xitoydan, chunki yo'l qarasam bor, boshqasi ham bor, yetib berishga $200 anaqa berasiz. Dastlabkasiga. Bu plata tomonidan kelish. Biz mana shunaqa teshiklar tesib chiqdik. Xullas, bu hali birinchi hozir bunga gigabotlar payt qilaman qotirib. Отсынковочный botlar. Yaxshi plusda yaxshi payt bo'ladi. Yangisi, обязательно yangisi, eskisi yaxshi bo'lmaydi, payt qilmaydi. Xullas. Endi savol, zapchastlarni tayyorlab qo'ydik. Endi transformatorlarni, bruslarni o'rasak, transformatorga qilamiz. Chunki ferit KPDs yaxshi, ancha-muncha qizmaydi, issiqlab ketmaydi energiyasi. Ular bu yerda ikkita transformator bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsatilgan bo'yicha. Bu nimaga? Bu понижайка ham anaqa переключать qiladigan понижайка, xullas. Bu nimaga? Bu platta nimaga? Bu именно gibridli invertorlar uchun. Nima qilib beradi bu? Bu platta men texnologiya yaratgan, mana problemasi bor, anaqada gibridli invertorlarda 120 voltdan boshlab ishlaydi. 120 voltdan boshlab ishlatsa ham shunda ham 100% tok bo'yicha ishlamaydi ular. Chunki tokda по напряжению qo'yadi. Misol uchun 120 voltdan boshlab ishlaysa, ana shu 100% ishlamaydi, 10% qo'yadi. Чтобы tranzistlarga nagruzka tushmasligi uchun, полный katta ochilmasligi uchun tranzistlar. Shuni hisobiga 10% ishlaydi. Qancha напряжение ko'tarilgan sari tok kuchini ko'paytirib boraveradi. Чтобы tranzistlarga katta tok падения bo'lmasligi uchun. Shunga bu platani yasaganim, bu platta, bu texnologiya, ya'ni o'zim noldan boshlaganman. Platani bu hammasini o'zim kompyuterda programmalar qilganman. Bu narsa sizga elektrичество, именно gibridli ana invertorlar uchun, sityoy emas. Именно gibridli invertorlar uchun o'zini uyiga qiladigan, ekonom qilaman elektrичество degan odamlar uchun. Ayniqsa asqotal quyosh panellari kam bo'lsa. Xullas 20%, точно aytaman 15% dan где-то 30% gacha. 15% dan 30% gacha. O'zim 30% ideal holatda. A tak средний 20%. Средний 20% sizga mana shu ekonom qilib beradi elektrичествоni. Mana shu KPDni ko'paytirib beradi, xullas.
anaqa pusto ketayotgan narsa. Misol uchun aytayotgandek 120 voltdan boshlab ishlaydi. Mana ertalab quyosh chiqmasdan уже yorug' bo'ladi. Qancha yorug' bo'ladi? 1 soat yorug' bo'ladi. Keyin quyosh chiqadi. Quyoshda ham anaqa полный нагрузка bo'lmaydi hali. Напряжение quyosh chiqish boshlaganda endi 120 volt ketadi. Shunda ham 100% ishlamaydi. Bu esa nima qiladi? Gibridli invertorlar uchun endi 12-24-48 ga nastroyka qilib anaqa qilamiz biz. Zakaz bo'ladigan bo'lsa agar 48 volt deylik, mana 48 voltda misol uchun minimal напряженияsi tushib ketdi, 40 voltgacha tunda sizda ishlab, akkumulyator 40 voltgacha tushib qoldi endi. Misol uchun endi zaryad qilinmayapti, quyoshdan nastroyka qilingan, quyoshdan zaryad qilinganda endi. Mana shu yerda bu 40 voltdan boshlab yoqiladi. Quyosh ertalab chiqmasdan yorug' boshlandi. Напряжение 40 voltga yetdi, bu yoqiladi. Yoqib turib, sirazi invertorga emas, anaqaga beradi. Akkumulyatorga zaryad qilib beradi. Bitta relay bor, переключать qilinadigan, полностью двухполярный. Полная развязка высоковольтный bilan низковольтный полную развязка qiladi, чтобы высоковольтdan низковольтga kelmasligi uchun. Odam birinchi bo'ladigan bo'lsa, agar tok urmasligi uchun bu besapasini tomoni ham shu o'ylaganman. O'sha qo'yiladi mana shunaqa qilib, xullas переключать qilinadi bu. O'zining kerakli diapazoniga yetgandan keyin 40 voltdan boshlab ishlaydi bu. Keyin 200 voltdan 200 voltdan oshgandan keyin переключать qiladi. Chunki 200 voltdan 250 voltdan normal KPda bo'ladi-da, chunki 250 voltgacha tok kuchi yaxshi bo'lmaydi. Shuni hisobiga hisob-kitob bo'yicha qildim. 250 voltdan atrofida quloq переключать qiladi. Invertorga прямой. Уже bu akkumulyator zaryad qilmaydi-da, прямой invertorga переключать qiladi. Уже invertor orqali invertordan setga ketadi. Keyin invertordan уже akkumulyatorga ketadi, agar akkumulyator yana qachat qilinadigan bo'lsa. Shu vaqtgacha 250 voltgacha ko'tarilgancha, anaqa quyosh polni chiqqancha, xullas bu akkumulyatorga zaryad berib turadi. Akkumulyator orqali keyin invertorga ketadi, keyin setga ketadi xullas. Просто tak turmasligi uchun-da, anaqa obetda esa KPD yaxshi bo'ladi. Chunki akkumulyatorga u maksimal ishlaydi o'zining напряженияsi. Chunki bu yerda 40 voltdan boshlab ishlasa, напряжение ko'tarilaveradi, u tok kuchi boraveradi. Quyosh ko'tarilgan bo'yicha. Akkumulyator esa maksimum 58 voltgacha zaryad qilinadi, to'rtta akkumulyator. Anaqalarga. Geliylarga. Kislotnilarga 60 voltgacha zaryad qilinadi. Xullas, shu vaqtga qarang, shu vaqtgacha 250 voltgacha bu akkumulyatorga zaryad beradi, ham invertorga beradi shunda. Akkumulyator joyidan. Ham akkumulyator ham zaryad qiladi, ham invertorga beradi akkumulyator tomonidan. Keyin 250 voltga yetgandan keyin u переключать qiladi, MPPT kontroller bo'yicha boradi o'sha quyosh panelidan. MPPT kontrollerga boradi o'sha прямой. Bu yerda уже bu полностью o'chadi. Bu переключать qilingandan keyin bu tomon DC panelga o'chadi. Anaqaga boradi. MPPT kontrollerga bu yerda уже напряжение MPPT kontroller ko'tarib 480 voltgacha, 470-480 voltga ko'tarib beradi. Undan уже setga, keyin anaqaga, bo'lsa akkumulyatorga beradi o'sha. O'sha akkumulyator zaryad qilib bo'lgan bo'ladi-yu, o'sha akkumulyatorga berilmaydi ham o'sha. Setga beradi o'sha. Keyin yana kechki yilda quyosh tushib ketdi, misol uchun. Напряжение tushib ketdi. O'sha 120 voltdan pastga tushdi, 100 voltdan pastga tushganda invertor o'chadi o'sha MPPT kontroller. 100 voltdan pastga tushgandan keyin где-то 80 voltlarda o'sha bunga переключать qilinadi o'sha. Keyin bu yana ishlaydi. Yana akkumulyatorga beradi o'sha. Chunki o'sha pastiga ishlamaydi anaqa MPPT kontroller. 100 voltdan pastiga o'sha o'chadi. Dashi bu yana akkumulyatorga zaryad qilishni boshlaydi. Просто tak turmaydi-da xullas. Polni qorong'i bo'lgancha 40 voltdan pastga tushib ketgancha akkumulyatorga beraveradi. Xullas. Akkumulyator o'z напряженияsi, misol uchun 48 volt yo 52 mi, 56 mi, shu напряженияsigacha zaryad qilib berib turadi. Keyin esa o'zi pastga tushgandan keyin avtomatik o'chadi bu. Xullas. Shunaqa polni texnologiya qildim, xullas.
Hammasini по напряжению, по anaqa bo'yicha настройка qilinadi. Misol uchun nechta quyosh panel. Quyosh panelda hisob-kitob qilinadi. Nechta panel qo'yilgani birinchidan, ikkinchidan esa холостой ход ishlatilmagan holatda invertorda, keyin esa полный нагрузкада qanaqadir prostatka bo'layotgan, полный uydagi нагрузкasi yoqiladi, полный hammasi qancha prostatka bo'ladi. Shuni hisob-kitob bo'yicha buni hisob-kitob qilinadi. Anaqasi keyin esa akkumulyatorga qarab nechta akkumulyator qo'yiladi. Misol uchun 24 voltlik, 12 voltlik, 48 voltlikmi. Shunga qarab keyin hisob-kitob qilib настройка qilinadi. Shu xonadon uchun, katta xonadon uchun. Keyin настройка qilib, bu narsani keyin yuboriladi. Zakazga qilib beramiz bu narsani. Где-то средний bir haftaning ichida, chunki sложный narsa bu. Hammasini hisob-kitob qilish kerak. Birinchidan zapchastlar mana kim ko'ryapsiz, hali hali buni o'ralmagan. Endi o'rashim kerak bularni hammasini. Bitta o'zini отдельный дежурный blok tanasi bo'ladi. Hammasini kontrol qiladigan. Duxpolyarni ikkita drosel bo'ladi. Bitta emas. Chunki bitta poluperiodda prostatka bo'lib turmash kerak-da, просто так. Shunga ikkita qo'yiladi drosel. Bitta poluperiod просто так turmasligi uchun, havo ketmasligi uchun ikkinchi poluperiodda bu ham qachat qilishlik uchun xolos. Maksimal KPD quyosh panelida maksimal olishlik uchun xolos. Ertalab kechqurun просто так quyosh paneli turmasligi uchun-da, bu anchalarda energiya olib akkumulyatorga zaryad qilishlik uchun. Chunki hozir ko'rasizlar, elektrичество qimmat bo'lib boryapti. Kundan kunga u dash qimmat bo'lib boraveradi. Hech qachon arzon bo'lmaydi. Elektrичество chunki nomi deb qo'yibdi. Elektr energiya borgan sari ishlab chiqarish qiyin bo'lyapti. Odamlar потребление ko'payib boraveryapti. Ko'payib boraveradi ham, elektrичество qimmat bo'lib boraveradi ham. Shunga odamlar уже ekonom qilishni o'ylamasa bo'lmaydi. Bu shu gibrid invertorlar uchun qilib beramiz. Bu hammasi tayyor bo'lgandan keyin mana sxemasi. 4 ta tranzistor qo'yiladi bu yerda, 3 ta diod bilan. Hammasi по напряжению. Aytgandek, shu холостой напряжениеdan под нагрузка tekshirilishi kerak, чтобы shunga yarasha по напряжению tranzistorlar ham qo'yiladi. Misol uchun напряженияsi pastroq bo'lsa, напряжение pastroq tranzistor qo'yiladi, lekin kuchliroq tranzistor qo'yiladi. Напряженияsi balandroq bo'lsa, anaqa напряжение ko'proq, lekin kuchi salkamroq qo'yiladi. Chunki shunga to'g'ri keladi-da o'zi anaqasi bo'yicha, tok kuchi. Katta напряжениеda katta tok kerak emas, katta tok qachat qilmaydi unchalik. Tranzistor katta tokli tranzistor qo'yish shart emas. Past напряжениеlarga esa katta tokli tranzistor qo'yish kerak. Shuni hammasi hisob-kitob qilib qilinadi xolos. Bu tayyor bo'lgandan keyin yana bitta video syomka qilaman. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bitta mana shunaqa hamma detallar ketadi bular. Mana ular obmodga 3 ta, 2 ta drosel transformatorli drosel obmodga qilinadi. Bitta qalin provodda mana gajilda 2 tadan, mana 2 tadan teshigi bor. Bu yoqdan bu yoqqa o'tadi. Keyin esa yana bitta transformator anaqa qilinadi. Bu blok bitani uchun dejurniy. Keyin yana bitta qo'yiladi agar anaqasi bo'ladigan bo'lsa. Высоковольтli bo'lsa, bu yerga yana anaqa qo'yiladi. Sityovoy filtr qo'yiladi, чтобы помех kelmasligi uchun. Mana quyosh panel tomonidan. Qo'llash shunaqa. Hammasini aytdim. Buni hammasini ishlatib, test qilib, hammasi bu yerda напряженияsi ham kontrol qilinadi akkumulyatorga bo'yicha. Hozir men uni qilayotganim 12 volt qilyapman hozir. Chunki bitta odamnikiga qilib beryapman. Bunda ikkita quyosh paneli bor, xolos. 90 voltgacha напряжение ko'tariladi, xolos 100 voltga uzog'iman. Bu 40. Akkumulyator 12 volt. 12 voltga qilib beryapman xolos. 48 voltga kelganda переключать qilinadi xolos. Bu
48 voltgadan quyosh yaxshi bo'lsa 48 voltdan keyin o'sha переключать qiladi invertorga, MPPT kontrolleriga. Undan pastiga akkumulyatorga beraveradi xolos. Akkumulyator orqali ham invertorga ketaveradi xolos. Xolos shunaqa gap. Keyin boyagi tashlagan videom svarishni apparat bo'yicha xira tushdi degan odamlar yozdi. Xolos mana 380 apparat jasi ko'rsatganim. Освещение sal normal edi. Video original videoda освещение normal, hammasi ko'rinyapti. Lekin YouTube'ga загрузка qilgandan keyin YouTube'da cho'ta xira bo'lib qoldi hammasi. Anaqa qoralashib qoldi. Yo, YouTube kачествосini kamaytirsa bo'lardi, lekin anaqa zatemnit qilishni bilmasdim. Endi bo'ldi, men bugundan keyin faqat освещение yaxshiroq joyda oladigan bo'laman. Shunaqa muammo bo'lmasligi uchun. Buni muammosini topdim. Skrypti muammosi, maytag platasi. Xolos, mana platasi orqa tomoni kuygan ekan. Kuyib yonib ketgan ekan mana. Buni armit qilib, luit qildik. Bo'ldi. Lak qildik. Lak mana qo'l toyadigan lak, u yopishadigan lak emas, zo'r lak. Qimmat lakdan qilganmiz. Xolos. Endi qo'yib tekshirib ishlatib ko'ramiz. Bo'ldi, agar ishlatsa, hammasi joyida bo'lsa, egasiga beraveramiz. Xolos. Men xolos hamma impulsni texnikalarni qilaman xolos. Любой invertor, любой impulsni to'g'ri ishlab chiqaruvchi texnika vositalarini xolos. Солнечный invertordan boshlab svarishni apparatgacha plazmarez, induksionный apparat, полуавтомат, blok питания, зарядный устройство. Faqat blok питания зарядный устройстволар kamida 500 wattdan tepasini qilaman, mayda-chuydan qilmayman. Chunki unga vaqtim ham yo'q uni. Ish juda ko'p. Xolos. Mayli, hammaga salom, assalomu alaykum, rahmatulloh.